Bugun sizlar bilan Instagram uchun tayyorlangan Reels'ni qisqacha tutorialini ko'rib chiqamiz. Hop, oddiy video spoiling boshlanyapti. Boshida kadrning o'zidan keyframe bilan ishlaganman zoom in zoom outga. Bularni bilsangiz kerak. Qarang, oddiy zoom in zoom out. Bunga oddiy tekst berganman. Uncha qiyin narsa emas. Tekstga keyin animatsiya berilgan. Rang CC light sweep berilgan. Bo'ldi. Xo'p, keyin bu yoqda nima? Animation Composer'da nima berilgan? Transition berilgan. Shuni rangga moslaganman vizualga. Xo'p, undan keyin ChatGPTdan rasm generator qo'yganman. Oddiy mana bunaqa rasm. Rasmda mana bu yerda Masking tool bilan shape chizganman. Shape chizgandan keyin undan keyin kadrda olib o'tganman. Uni shape ichiga maska qilganman. Shape o'chirib turish kerak mana. Bu ozgina ko'rinyapti, ko'ringa. Shunaqa. Keyin men bu yerga tekst berganman. Ikkita tekst. Xo'p, bularni nullar bilan harakatlantirganman hammasini. Keyin bitta nima bor? Video smooth chiqishligi uchun bunaqa full screenda ishlayotganingizda nul to'xtamasligi kerak. Shu uchun bitta nulga emas, bitta animatsiyani bitta nulga berasiz-da. Mana bunda faqat yozishim bo'lyapti, bunisida tepaga ketyapti. Xo'p, bu yoqga ham keyin mana bu o'zimga ChatGPT gapiring. Hop. Ana videoni nima qilgansiz-ku, nima deydi, ichiga solgansiz-ku shape qilib. O'shani qanday qilardi? Ya'ni ichiga solganingizda shape ochishni bilaman-ku, lekin qarang. Men bu yerda tushuntirib beraman. Mana bu yerda kirgizganingiz anaqa bo'lib turibdi-da. Bo'ldi, men bitta tushuntirib beraman. Savolingiz bo'lsa, shuni berib ketsangiz bo'ladi. Odamni trezor ichiga tepa. Ha, bo'ldi, qarang. Shape chizib olasiz. Yoki maska qilib olasiz. Maska qilib olgandan ko'ra shape chizib olganingiz afzalroq deyman. Xo'p, keyin nima? Video o'zingizga kerakli videoni tanlaysiz. Xo'p, o'zingizga kerakli videoni tanlab, TrackMate'dan shape mana bu layerga bosasiz, bo'ldi. Chizgan shape'ingizni tanlab qo'yasiz. TrackMate'da. Yo'g'iga mana bu ChatGPT'da yaratib olgan rasmimni o'zini backgroundini qilib olganman. Oddiy nulda harakatlantirdim. Bu yo'g'iga ChatGPT'da mana bu qog'oz qilib olganman. Bunga okamni rasmlarini qo'yganman-da. Rasmga Raw Hand Edges berganman effektni. After ichidagi effekt-a u? Mana. Mana shu effektni berganman. Keyin tekst yozganman. Husniddin ustoz. Men birga shug'ullanganmiz. Men emas, o'quvchisi birga shug'ullangan. Keyin ChatGPT'da qo'lni o'zini generatsiya qilib, unga sertifikatni screenshot qilib qo'yganman. Bo'ldi. Keyin bir-biriga link qilib nolga ulaganman. Nolda zoom out qilganman. Men bu qo'lni o'ziga position berganman. Qo'lni o'ziga position berganman. Men bu screenshotni qo'lga parent qilib qo'yganman. Mana. Keyin nolga ulaganim uchun nolga ulaganim uchun u nolni o'rniga uzganman-da hammasini. Boshqa nol yaratib, undan positiondan surib yuborgandim. Mana boshqa positiondan surib yuborganman nol yaratib. Hop, oddiy tekstga nol bilan zoom in bo'lyapti.
unga mana bunaqa shape bo'lyapti. Bu animatsiya bilan mana bunaqa chizilyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu qanaqa bo'ladi? Mana bu pen toolda fillni o'chirasiz. Fillni o'chirarmidi? Xullas men fillni o'chirib strokni o'zida qilganman. Chizib oldim. Bunga hand drive effektini berganman. Hand drawn effektini berganman. Mana buni shunaqa qo'lda chizilgan qilib qo'yadi. Keyin buni qilish uchun mana bu yerda bosasizda trim pass degan effektni berasiz. Mana start endlar boshlanadi. Startda mana bu yerdan keyframe bilan o'zingiz animatsiya qilsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bitta keyframe bu yoqqa, bittasini bu yoqqa qilsangiz bo'ladi. 0 qilaylik. Mana ozgina chizildi, ko'rgan bo'lsangiz. Shunaqa qilib dumaloqda qilsangiz bo'ladi. Keyin bu yoqda oddiy nollar bilan ketgan. Bu yoqda ham shu animation compozerdagi transition bilan o'tkazib yuborganman.